Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Japarov rus tilli qishloqlarning nomining bari qirg'izchaga o'zgarishini aytdi. Eron Italiyani 2 daqiqa ichida yo'q qilib yuborgan bo'lardi. Tramp Giorgia Melonini tanqid qildi. Tramp blokadasi ish bermaydi. AQSh yana hujum boshlasa Eron javob zarbasiga tayyor. Eron 5 ta arab davlatidan kompensatsiya to'lashni talab qildi. Endi esa batafsil. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, peshobda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Vulkan ham sinalgan ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov mamlakatdagi rus tilli qishloqlar nomining bari qirg'izchaga o'zgarishini aytdi. U bu haqda O'sh viloyati Oloy tumani aholisi bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Japarovning aytishicha, milliy o'zlik va madaniy merosni mustahkamlashga qaratilgan bu sa'y-harakatlar 2027-yilda yakunlanadi. Hozir biz butun respublika bo'yicha qishloqlarning ruscha nomlarini o'zgartirishni rejalashtirmoqdamiz. Kelgusi yilda butun respublika bo'yicha bu jarayonni yakunlamoqchimiz, dedi Qirg'iziston rahbari. Shuningdek, u aholi punktlariga shaxslar nomini berishni taqiqladi. Qishloqlar va mahalliy hokimiyatlarga shaxslar nomini bermaymiz. Bu ko'pincha bo'linishlarga olib keladi. Odamlar 2 yoki 3 guruhga bo'linib, kimning nomidan foydalanish kerakligi haqida bahslashadi. Ba'zilar nega bu nom, mening otam ham buyuk inson bo'lgan deydi. Bunday holatni ko'p marta ko'rganmiz. Shu sababli xafa bo'lmanglar. Olimbek Dodxonning nomi allaqachon tarixga muhrlangan va u o'chib ketmaydi. Qishloq uning nomi bilan atalgani bilan tezroq rivojlanib qolmaydi, dedi prezident. Mazkur xabar ortidan Rossiyaning TASS va RIA Novosti agentliklari Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati bilan bog'langan. Prezident vakili Asqar Alagazov gap ruscha qishloqlar nomi emas, shaxslar nomini berishni taqiqlash haqida ketganini aytgan. Qirg'iziston prezidenti saytida rus tilli qishloqlar nomini o'zgartirish haqida ma'lumot mavjud emas. Ammo yig'ilishdan olingan videoda Sadir Japarov bu haqda gapirgani aks etgan. Ma'lumot o'rnida 2025-yilning yanvar oyida Japarov Jalolobod, Norin, Talas, Chuy va Issiqko'l viloyatlaridagi bir qator aholi punktlarining nomini o'zgartirish to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. O'shanda Qo'chqor tumanidagi Bolshevik qishlog'i Bayali Isakiyev, Manas tumanidagi Novodonetsk qishlog'i Aytmatov, Oqsuv tumanidagi Teplo-Klyuchenka qishlog'i Oqsuv deb atalgan. Eron Italiyani 2 daqiqa ichida yo'q qilib yuborgan bo'lardi. Tramp Giorgia Melonini tanqid qildi. Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni AQSh prezidenti Donald Trampni Rim papasini tanqid qilgani uchun aybladi. Tramp esa bunga javoban Italiyani Eron yadro quroli bilan qo'rqitdi. Avvalroq Giorgia Meloni Trampning Rim papasiga nisbatan aytgan tanqidiy fikrlarni qabul qilib bo'lmas deb atagan edi. O'z navbatida AQSh prezidenti Melonining o'zini nishonga oldi. Uning o'zi qabul qilib bo'lmas shaxs, chunki u Eron yadro quroliga ega bo'lishiga befarq qaramoqda. Agar imkon topsa, Eron Italiyani 2 daqiqa ichida portlatib yuborgan bo'lardi, dedi Tramp. AQSh yetakchisi Italiya hukumati rahbarining bayonotlaridan shokda ekanini yashirmadi. Uning fikricha, Meloni endi avvalgi inson emas va Italiya ham hech qachon avvalgiday davlat bo'lmaydi. Tramp Yevropadagi umumiy vaziyatga ham to'xtalib o'tdi. Uning ta'kidlashicha, immigratsiya Italiyani va butun Yevropani halokat yoqasiga olib kelmoqda. Tramp Yevropa noto'g'ri migratsiya va energetika siyosati bilan o'zini o'zi ichidan yo'q qilayotganini aytdi. Yevropaliklar dunyodagi eng qimmat energiya resurslari uchun pul to'layotgani, lekin o'zlari energiya oladigan Hormuz bo'g'ozi uchun kurashishga tayyor emasligi tanqid qilindi. AQSh prezidenti Yevropa ushbu bo'g'oz ochiq turishi uchun faqatgina Trampning o'zigagina tayanib qolganini aytdi. Tramp italiyaliklar va yevropaliklardan Yaqin Sharqqa minaga qarshi kemalar yuborishni so'ramagan haqidagi savolga kutilmagan javob berdi. Men ulardan nima xohlashsa shuni yuborishni so'radim, lekin ular buni istashmadi, chunki NATO shunchaki qog'ozdagi yo'lbars, deya ta'kidladi u. Rim papasi Leo 14-ning tinchlikka chaqiriqlari haqida gapirar ekan, Tramp papaning Eron keltirib chiqarayotgan yadroviy xavfni tushunmasligini aytdi. U buni tushunmaydi va urush haqida gapirmasligi kerak, chunki u yerda nimalar bo'layotgani haqida hech qanday tasavvurga ega emas. Papa o'tgan oyda Eronda 42 ming namoyishchini o'ldirilganini bilmaydi, deya so'zlarini yakunladi AQSh prezidenti.
Papa 13 aprel kuni Afrikaga safari oldidan Trampdan qo'rqmasligini va urushga qarshi gapirishda davom etishini aytdi. Sababi AQSh prezidenti o'zining Truth Social tarmog'idagi sahifasida pontifikni jinoyatchilikka nisbatan bo'shashganlikda va tashqi siyosatda dahshatli qarorlar qabul qilishda ayblagan. Tramp blokadasi ish bermaydi. AQSh yana hujum boshlasa Eron javob zarbasiga tayyor. Eron bilan muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugagach, AQSh yana keskinlikni kuchaytirishga o'tib, qarshi blokada e'lon qildi. Biroq bu qadam teskari natija berishi mumkin. Tehron qarori bilan Hormuz bo'g'ozining amalda yopilishi allaqachon jahon energiya narxlarini keskin oshirdi. AQSh blokadasi esa neft va gaz narxlarini yanada oshiradi. Shu bilan birga bu qarshi keskinlashuv xavfni kuchaytiradi. Javob sifatida Eron Fors ko'rfazi energetika infratuzilmasiga zarba berishi mumkin. Eronliklar bu qarama-qarshilikda vaqt o'zlari tomonda ekaniga ishonadi va ehtimol ular haq. Hormuz bo'g'ozi qancha yopiq qolsa, AQSh va uning ittifoqchilari uchun iqtisodiy va siyosiy variantlar shuncha kamayadi. Natijada muzokaralar qayta boshlansa, Eron pozitsiyasi yanada kuchli bo'ladi. Xalqaro energetika agentligi rahbari Fatih Birol bozordan chiqib ketgan jahon energiya resurslarining 20% tarixdagi eng katta xavf deb atadi. Hozirgi inqiroz 1970-yillardagi neft shoklaridan ham og'ir bo'lishi mumkin. Tramp iqtisodiy bosim va blokada orqali Eronni tez taslim qilishni istamoqda. Ammo Eron rejimi chidamli va o'z manfaatlarini qattiq himoya qiladi. U yuqori narxlarda neft sotish orqali zaxira ham yaratib olgan. Shuningdek, gaz eksport orqali daromad olishi mumkin. Agar blokada Eronni bo'ysundirmasa, AQSh oldida qiyin tanlov paydo bo'ladi. Tramp Eron infratuzilmasini yo'q qilish bilan tahdid qilgan. AQSh Eronning elektr stansiyalari va suv tozalash inshootlariga zarba berishni ko'rib chiqmoqda. Eron esa bunga javoban Fors ko'rfazidagi o'xshash obyektlarga hujum qilish bilan tahdid qilmoqda. Saudiya Arabistoni orqali Qizil dengizga chiqadigan neft quvuri ham hujumga uchrashi mumkin. Shuningdek, Eronga yaqin bo'lgan xususiylar Bob el-Mandab bo'g'ozida kemalarga hujum qilib, energiya tashishni to'sib qo'yishi mumkin. CRUning sobiq xodimi Scott Ritter ma'lum qilishicha, AQSh tomonidan Eronga qarshi yangi zarbalar juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Uning fikricha, Washington bosimi amalda urush e'loni sifatida qabul qilinadi va Tehron hamda uning ittifoqchilari javobi vaqt masalasi xolos. Biz yana zarbalarga qaytamiz. Donald Tramp Eronga yanada vayronagarchilik va'da qilyapti. Ammo agar biz elektr stansiyalariga zarba bersak, butun yaqin sharqda chiroq o'chadi. Saudiya Arabistoni, Kuvayt va Birlashgan Arab Amirligidagi barcha asosiy energetika obyektlari yo'q qilinishi mumkin. Agar Oq uy bundan ham uzoqroq borsa, suvni tozalash inshootlariga ham zarbalar beriladi. Bu esa Isroilga ham ta'sir qiladi. Bu allaqachon omon qolish masalasi. Bu mintaqadagi zamonaviy sivilizatsiyaning tugashidir. Endi u nima qilmoqchi? U yangi usulni tanladi, blokada. Ammo bu ish bermaydi. Blokada o'z-o'zidan urush harakati hisoblanadi, dedi Scott Ritter. Eron 5 ta arab davlatidan kompensatsiya to'lashni talab qildi. Eron hukumatı Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Qatar va Iordaniyadan kompensatsiya to'lashni talab qildi. Tehron ushbu davlatlarni AQSh va Isroilning mamlakat hududiga bergan zarbalarda ishtirok etganlikda aybladi. Eronning BMTdagi doimiy vakili Amir Said Iravani 13 aprel kuni BMT bosh kotibi Antonio Guterres va BMT Xavfsizlik kengashi raisi Jamal Fariz al-Ruvayga maxsus maktub yo'lladi. Maktubda yuqorida nomi keltirilgan davlatlar AQSh va Isroilning Eronga qarshi hujumlariga imkoniyat yaratib berish orqali xalqaro majburiyatlarni buzganlikda ayblanadi. Natijada ular javobgarlikka tortilishi va urush davomida ko'rilgan talofatlar uchun tovon puli to'lash lozim, deyiladi Iravanining maktubida.